Shahar markazi bo'lgan eski tunnel oldidan gazlik, g'ishtlik, liftlik domdan 2 xonali qilingan, maydoni 62 kvadratli tayyor avtoriskiy dizaynda ta'mirlangan kvartira sotuvga qo'yilyapti. Chiroyli qandillarda bu yerda maxsus ishlovlar berilgan, televizorlar, TV zonalari bilan pardalar qilib qo'yilgan. Razdelli sanuzul xonalari, bu yerda oshxonasi, bir tomonda ovqatlanadigan zonasini qilib qo'yasizlar. Chiroyli qandillarda zakaznoy garniturlar 3 qavatligidan, xo'p, kir mashina, xolodilnik, moyka, gaz plita hamma sharoitlari bo'lgan. Bu yoqda esa hojatxonasi bo'lyapti. Yuvinish xonasi. Yotoqxonamizga to'xtaladigan bo'lsak, yotoqxonada o'zini ochiq balkoni bor, kesalarda chiqib ko'rasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. 8 qavatli yangi qurilgan g'ishtlik, liftlik dom, 6-qavat, gazlari bor. Hamma narsasi qoladi, hech kim yashamagan pachka holatda. Tayyor ta'mirlangan zamonaviy kvartira izlayotganlar uchun kirib kelganda shunday katta studiyaga ega bo'lgan 78 metr kvadratli 2 xonali tayyor kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Bir boshdan ko'rib chiqadigan bo'lsak, xolodilniklarimiz duxkamerli, salafanlar olinmagan, hali yangi holatda ishlatilmagan, kir mashina, duxovka, patologgacha 3 qavatli garnitur, moyka, gaz plita uchun joy, tepasida vitishkalari, issiqlik tizimi uchun joy qoldirib o'tilgan, pardalar qilingan, konditsionerlar bo'lgan, yumshoq mebellarimiz bemalol 12 kishi sig'adigandan 1, 2, 3, 4 ta o'zini pufiklari bor ekan. Yotoqxonamizga kiradigan bo'lsak, kirganda shkoflar, 2 ta tumbasi, spalnisi, trumosi, konditsioner, parda qilingan. Bu yoqdagi yaxshi gilamlar to'shab qo'yganlar hamma yoqqa. Bu ikkinchi xonamiz, detskiy xona qilib foydalansangiz bo'ladi. Chiroyli ta'mirlash ishlari olib borilgan. Sanuzul xonamizda tahorat oladigan joyi, dushlari, oyna sensorli, suv isitgich, 2 talab unitazlar o'rnatib qo'yilgan. Barchaga nasib qilsin shunaqa kvartiralar. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldirdik, aloqaga chiqinglar. Lokatsiyasi Kanechka, Chorraha, 6 qavatli g'ishtlik domning 6-qavatida joylashgan. Neobычный remontdagi kvartira izlayotganlar uchun shunaqa chiroyli kraskalarda ishlovlar berilgan 2 xonali kvartiramiz, maydoni 70 kvadrat, proyektlari yaxshi, ichidagi barcha jihozlari bilan birga sotuvga qo'yilyapti. Televizorlar, gilamlar, pardalar hamma sharoitlari qilingan, derazalarda shotka qilingan, batareyalar o'rnatilgan. Devorlariga qimmat narx hatto chento bilan bir xil yuradigan kraskalarda ishlovlar bergan ekanlar, egalar o'zlari uchun taxlangan, pul zarurligi uchun sotuvga qo'yapmiz dedilar. Bu yerda hojatxonamiz, visiyachi unitazlar qilingan, kiraverish eshigi, kirganda bu yerda alohida yuvinish xonasi, devorlari kafil bo'lgan, vanna, mana bu yerda kir mashinalarimiz LG, DD suv isitgichlari, undan tashqari oshxonasiga to'xtalyapmiz. Oshxonasida ham DD dvухkonturli kotyol, gaz, vitishka, moykalari, dvухkamerli xolodilniklari, barcha hujjatlari joyida. Endi esa keyingi xonasini ko'ramiz. Kirishimiz bilan kattagina yotoqxona, ham derazalarida shotka bo'lgan. Bu yoqda ham chiroyli kraskalarda ishlovlar berilgan va ichida o'zini alohida kladovichni xonasi bor. Kimga qiziq bo'lsa, raqamlarimizga aloqaga chiqib kelib ko'ringlar. Yetmagan qismi Chilizbank ikkilamchi kreditga to'g'ri keladi. 2 xonali 5-qavatda joylashgan 70 kvadratli ushbu tayyor kvartiramiz jihozlari bilan birga sotuvga qo'yilyapti. Holatdagi xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Joylashgan lokatsiyasi Sharq1 Almaqtumning oldidagi garaj mo'ykani ko'pchilik biladi. Shuni oldida joylashgan 7 qavatli liftli domimizning 2-qavatda xonadonimiz, 70 metr kvadrat maydonga ega. Ko'rib turgan xonadonimiz esa mehmonxona qismi. Alohida ochiq balkonlarga ega, oyoqdagilar laminat qilingan, moyishi aboylar qilib qo'yilgan. Undan tashqari gilamlari hamda mягкий уголок va smart televizorlarni ham ilib qo'yganlar. Kvartiramiz 2-qavatda joylashgan 2 xonali xonadon. Kirib kelishimiz bilan kattagina prixoshka qismimiz. O'ng tomonimizda o'zi ko'rsatib o'tgan xonamiz mehmonxona edi. Bu tomonda esa ko'rishlaringiz mumkin kattalar yotoqxonasi. Oldida esa oshxonamiz joylashgan. Asosiysi kvartiramiz joylashgan dom to'liq foydalanishga topshirilgan, kadastr hujjatlari chiqqan, gazlashtirilgan. Kuxni garniturning rangi gap bo'lishi mumkin emas, ko'rishlaringiz mumkin. Zamonaviy ranglarda taxlatilgan ekanlar. Bu tomonda 2 ta kamerali xolodilniklar ham qo'yilgan. Oldida esa sanuzul qismimiz. Kvartiramiz joylashgan domning ichkari qismida mashina qo'yadigan parkovka hamda bolalar maydonchasini ham tayyorlab qo'yganlar. Bu yerda esa hojatxonaning sanuzul xonamizni ko'rishlaringiz mumkin. To'liq kafillangan, tepalarda esa natijali patolog qilgan ekanlar. Narxi keladigan bo'lsa agar 63 ming dollar so'rayapti. Yana kelishadigan joylari ham bor ekan. Pastki raqamlar bilan bog'lanib kelib xonadonimizni ko'rishlaringiz mumkin. Kattakon rahmat. Kunlaringiz xayrli o'tsin.
Shunagina birinchi qavatdan yangi g'ishtli domdan, vetrinni turgan domdan ikki tomonlama idealni proyektli maydoni 80 kvadratli 2 xonali kvartira, ichidagi barcha jihozlar, mebel texnikalari bilan sotuvga qo'yilyapti. Kvartiramiz вообще bomba lokatsiyada joylashgan, universitetga yaqin joyda. Bu mehmonxonasi, uchastkalarning mehmonxonasiga o'xshaydi. Attachento kraskalarning pisochnasida ishlov bilan berilgan, yumshoq mebel, gilam, parda, qandil, xo'p, konditsioner, televizor, hamma sharoitlari bor. Tepalarigacha Attachentoni ayamay surtib tashlagan ekanlar egaladi. Shunga yarasha narx so'ralyapti. Xo'p, kvartiramiz manziliga to'xtaladigan bo'lsam, Central aptekani qarama-qarshisi universitetga yaqin joyda, Praga Pivnushkani orqasida hech narsaga tegilmaydilar. Shunday kelasizlar, kalitini olasizlar, maza qilib yashaysizlar. Bu yoqda esa sanuzul xonasi joylashgan. Xo'p, parkovka uchun alohida joylari bor. Kvartirani podvali yo'q ekan. O'zi ataku bor, lekin narxini o'zgira kelishsangiz, narxi alohida bo'ladi podvalning. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib beringlar. Maslazavod shunagina detskiy bolnitsani oldidan 3-qavat 2 xonalik 2 tomonlama idealni proyektda kvartira sotuvga qo'yilyapti. Maydoni 65 kvadrat, kiraverish eshigi, kirganda bitta prixoshkacha qilib qo'ysalaringiz bo'ladi. Xo'p, bu yoqda birinchi xonamiz, to'g'rida aytgancha prixoshka uchun katta joy bor. Bu yoqda ikkinchi xonasi, mehmonxona, yumshoq mebellar qilingan, chiroyli qandillar ilingan, 50 ta pardalar qilingan, gilamlar to'shalgan, televizorlar TV zonasi bilan birga chiroyli taxlangan holatda. Bu yoqda yotoqxonasi. Bu yoqlarga ham chiroyli ishlovlar berilgan. Razdelni holatdagi sanuzul xonalari. Detskiy bolnitsa atrofidan yangi hukumatga yaqin joydan kvartira izlab yurgan tanishlaringizga ulashib qo'yinglar. Bu territoriyalarda bunaqa narxda o'zi kvartira yo'q. Asosiysi gazlik, g'ishtlik domda joylashgan 5 qavatlik gazlik, g'ishtlik domning 3-qavati 2 xonalik 65 metr kvadrat. Qo'shimchasiga hamma sharoit qilingan. Ko'rpa to'shagingiz bilan oziq-ovqatni olib kelsangiz bo'ldi. Moykamiz bor, bu yerda kir mashinasi bor, gaz plita, vitishka, xolodilnik va albatta issiqlik tizimi uchun 2 kontrda kotyol ham qilib qo'yilgan. Mana shu kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti.